Nimalarni qarab yotishini? Bunaqada qachon bitadi? Tursalaring-chi. Ertaga tushunma, qizi joyi ekanudi. Ertada to'paloq qilasiz. Ertalab bo'ptimi? 11 bo'lib ketdi soat. Qanaqa ustasanlar? 11 bo'ldi. Tuna shogird 11 bo'libdi-ku. Seyitdi. Boring choy tayyorlang. Kerakmidi kalbasan qalaroq kessinlar. Shogird uy egasi sindimi deyman. Nega ustoz? Kalbasan kesgan naqar yupqaligini yeb pas. Choy oborasizlarmi? Kuymayaptimi? Yo'q. Men kuyapti. Qo'lingizmi? Yo'q, yuragim. Ustoz, shu qizni sevdim. Sen qaysi uyga ishlagani borsang, o'shani qizini sevib qolasan. Ustoz, bunisi jiddiy. Choy qo'y. Choy ichib bo'lgan bo'lsalaring, ish qilmaysanlarmi? G'adaga, soatdan 12 bo'lib qopti-ku. Birodoz obeddan olib keling, obed tiqib bo'lib keyin to'rgacha bosib ishlaymiz. Keyin yeting sal ovqat baqatroq sussinlar. Nega to'rgacha? G'ayrat aka, kech choy qilmaymizmi to'rda? Keyin yeting qo'l so'ymasinlar. Shogird ichib ketib qo'yapti. Boqolsiz sut ishlating, g'ayrat aka. Qo'm borligini ham biladi bular. Nima bo'ldi shogird? G'ayrat akaning qiziga kuyov ketdi, adasi bilan gaplashgani. Shogird matli ekanman, g'ayratga qizi saniki bo'ladi. Men tarjimonlik qilaman, qizingizni baxtli qilaman. Tarjimon? Bu tiringni kesib tashsa, ishsiz qolar ekansan deb. Senga bergan qizim yo'q. Bersan faqat ustalarga beraman. Tirik qol bitta. Ustoz, urib oldim. Baraka. As qilyapsiz. Ko'rmaysanmi? Kuyov aynib to'y atmay qolibdi. G'ayrat aka, xafa bo'lmang. Qizingiz ko'chada qolib ketmaydi. Mana qo'ravoy, yigitmisan yigit. Menimcha qizingiz ham ko'ngli bor. Ha, irsiramıyor jipillab. Buning nozik-ku. Siz buni jasadiga qaramang. Qoravoy, bir hunaring otajoning ko'rsatib qo'y. Ya G'ayrat aka, rozi bo'ling. Bo'lmasa hamma g'ishingizni sindirib tashlaydi hozir. Roziman. Qani puli nima bo'ladi? Menga nechta pul berishingiz kerak edi? 730 ming. Bo'ldi. Men roziman. O'sha 730 ming qani puliga o'tdi. Ya buning kam-ku. Ya qizingizni baxtini pulga o'lchamang. Siz ertaga o'tib ketasiz. Qizingiz baxtsiz bo'lib qolib ketadi, rozi bo'ling. Roziman, yoshli baxtli bo'lsin. Endi G'ayrat aka, siz bilan quda bo'ldik. Bugundan boshlab sizni G'ayrat aka demayman. Nima deysan? Erkalab Google deyman.